ehtiyot bo'lmaysan ozgina. O'choqda ovqat qilganingizda ozgina shamol botgan bo'lsa, o'tin yoqayotganda ehtiyotroq bo'ling. Kartoshkali golubsi tayyorlaymiz. Uyingizda kamgina go'sht qolganda tayyorlab ko'rishingiz kerak. Piyoz, sabzi, svetofor bolgarskini qovurib, chesnokda yilqidan chiqqan chesnok, terkadan chiqqan pomidorni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Tomat solganingizda shakar solish esdan chiqmasin. Tuz va ziravorlar bilan yana ham mazali. Qozonga 2,5 litr atrofida suv solib, fasolida qoldiramiz. Kartoshkalarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek ichini ochib olamiz. Nachinkasi uchun farsh, piyoz, guruch, terkadan chiqqan pomidor, aralash ziravor va tuz. Ukrop, kinza solib yaxshilab aralashtirib, kartoshkamizning ichiga solib chiqdim. Ortib qolgan farshimdan frikadelka qivordim. Ovqatimni boshida qizib turgan yoqda bitta qovurib olgandim. Miltillab qaynab turgan sho'rvachamizga kartoshka bilan frikadelkalarni solib, 40 minutdan keyin oila a'zolarimizga dasturxonga tortsak bo'ladi. Bu taom juda ham to'yimli va ro'zg'orbop chiqadi. Uyda 200 gram farsh qolganda tayyorlab ko'ring. Shunaqa mazali chiqadi. Ishtahangiz ochilgan bo'lsa, yurecham bosib qo'ying. Bilasiz, ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Jaydarib taomlarimizni yonda, dasturxonimizni ko'rki bo'lib turadigan flavis ichimliklar bilan taomlarimiz yana ham mazaliroq, ham yelaga